Salom do'stlar, bizni donatlar bilan qo'llayotganingiz uchun rahmat. Bu bizni keyingi videolarni tezroq yaratishimiz uchun turtki bo'layapti. Biz esa boshladik. Bu qiziqarli kinoda asosiy qahramonimiz Zuhriddin o'z hayotidagi bir kunni 139 marta qayta va qayta boshidan kechirdi. U nima qilsa ham ertasi kuni yana o'sha bir kunni tongida qaytib uyg'onardi. Bir kunni qayta yashagani uchun unda bo'ladigan voqealarni ham yodlab olgandi. 139-marta uyg'onganida u tig' zarbalardan osongina qochib uyg'ondi. Poyabzalini shoshilmasdan kiydi va o'rnidan turdi. U qotilning har bir harakatini, zarbalar vaqti va burchagini yodlab olgandi va tig'ni ham shunchaki futbolkasi bilan to'sib qolardi. Keyin Zuhriddin o'ziga issiq kofe quydi. Undan xo'pladi va qotilning turishini kutib kofeni yuziga sepib yubordi. Keyin hujum vertolyoti keldi. Bortdagi ikkinchi qotil Nusrat pulemyotidan o't ochdi. Qahramonimiz avvaliga o'qlar yomg'iridan xonadagi birinchi qotil tinchib qolishini bilib, ustunni orqasiga yashirindi. Ro'pparosa 8 soniyadan keyin pulemyot buzilib qoldi. Zuhriddin esa chiqib jangarini yo'q qildi va o'sha qotil yiqilgach, pulemyot nosozlikdan o'ng tomonga o't ocha boshladi. Zuhriddin shunchaki o'qlar yo'nalishini kuzatib, xavfsiz joyga o'tdi. Rostini aytsa, Zuhriddin nima uchun uni ta'qib qilishayotganini tushunmasdi. U faqat vertolyot 8 soniyadan keyin uyga urilishini, parraklari esa 13 soniyadan keyin qulashini va yana 18 soniyadan keyin portlashini bilar edi. Keyin u derazadan sakrab, axlat mashinasiga borib tushdi. Zuhriddin bu axlat mashinasiga to'g'ri tushishni o'rgangunicha 22 marta xato qilgan edi. Bir safar u hatto yerga yiqilib, yuk mashinasi ostida qolib ketgan. Keyin u sport mashinasini olib qochdi. Qayta tirilaverganidan qonunlar uning ko'ziga ko'rinmasdi. Haydovchi esa har safar bir xil narsani baqirishini yodlab olgan qahramonimiz bu gal hatto u bilan jo'rlikda o'sha so'zlarni qo'shiq qilib aytdi. Keyin Zuhriddin uning ko'z oynagini ham olib qo'ydi. So'ng qotillarning 3-to'lqini qurollangan opa-singillar paydo bo'ldi. Erkak tezda qochish kerak edi, chunki ular qahramonimizni 14 marta tinchitishgan. Lekin gap faqat ular haqida emasdi. Zuhriddin bir kunda kamida 7 marta har xil qotillarga duch kelardi. Uni manyak Kabum 2 marta portlatgan, o'zining nusxasi 3 marta va qilichboz Guan Yin 8 marta tinchitgandi. Zuhriddin qolganlarni kamida 1 martadan yo'q qilgan, ammo Guan Yin o'ta kuchli edi. U doim kutilmaganda paydo bo'lib, bir zarba bilan uning boshini farfarak qilardi va keyin jinniga o'xshab, "Men Guyinman va buni men bajardim" deb baqirardi. Ba'zida Zuhriddin qotillarning barchasidan qochib qutulardi. Lekin o'shanda ham u ta'qiblar sababini tekshirishga harakat qilmasdi. Buning o'rniga mayxonaga borib, Xitoyning eng o'tkir sakesidan 2 shisha olib, bo'kib qolguncha ichardi. U boshida juda ko'p qarshilik ko'rsatdi, lekin qotillar juda ko'p va kuchli edi. U hech qachon soat 12:47 dan o'tgunga qadar tirik qola olmagani sababli oxir-oqibat harakat qilishdan shunchaki voz kechdi. Aslida Zuhriddin uni kim bu cheksiz halqaga solganini yaxshi bilardi. Bu uning sobiq xotini. Dimolabs laboratoriyasining yuqori darajali fizigi Azizaxon edi. Kechagina Zuhriddin Azizaxonni juda asabiy holda ko'rgan edi. U erdan yordam so'rab yolvordi, lekin nima kerakligini aytmadi. Erkak chalg'iganida esa uning sochidan bir tutam kesib oldi. Keyin hayotingni behuda sarflashni to'xtat, o'zingni qo'lga ol va ilgari qanday bo'lsang, o'shanday bo'l dedi. Zuhriddin ilgari maxsus bo'linmada ishlagan, lekin harbiy xizmatdan ketgach maqsadsiz va tushkun daydiga aylangan edi. Shu sababli ayoli u bilan ajrashdi. Ammo hozir Azizaxon unga hammasini tuzatish uchun bir emas, cheksiz imkoniyatlar bergandi. Zuhriddin ayoliga qo'ng'iroq qildi, lekin go'shakni uning boshlig'i, polkovnik Boburbek ko'tarib, "Xotiningni tinchitdik, navbat seniki" deb po'pisa qildi. Bu ishlar ortida Boburbek turgani aniq bo'ldi. Lekin Zuhriddinda undan qasos olishga vaqt yo'q edi. Keyin erkak yer osti savdo markazida tasodifan o'g'li Safarniyozni ko'rib qoldi. Yaxshi ota bo'lmagani va uni uzoq vaqt ko'rmagani uchun o'zini aybdor his qilib, o'g'li bilan gaplashishga qaror qildi. Safarniyozni tashqariga olib chiqqanida esa soat allaqachon 12 dan 50 daqiqa o'tgandi. Bu uning eng uzoq omon qolishi edi. Nima uchun qotillar kelmadi? Zuhriddin yer ostida aloqa yo'qligini, demak tanasida kuzatuv datchigi borligini tushundi. Shu payt qotillar paydo bo'lib, yaqinlasha boshladi. Zuhriddin qochmadi va o'g'lini mahkam quchoqladi. Unga qarata tinmay o'q uzildi. Zuhriddin esa so'nggi soniyalarda o'g'lining ko'zlarida hayrat, qayg'u va muhabbatni ko'rdi va ilk bor u chinakam baxtni his qildi.
Keyingi tirilishda Zuhriddin qotilni ushlab, uni joylashuvini qanday aniqlaganini so'radi. Ammo qotil o'limi oldidan ham gapirishni rad etdi. Shundan keyin u kuzatuv bo'yicha ekspert bo'lgan do'sti Abduazimdan kuzatuv moslamasi ko'pincha inson tanasining qayeriga joylashtirilishini so'radi. Abduazim tishda bo'lishini aytdi. To'satdan Zuhriddin uni kecha oqshom uchrashgan jozibali shifokor qizni esladi. O'sha qiz uni klinikasiga olib borib tishini davolagandi. Zuhriddin yuvinish xonasiga yugurib kirib, tishlarini birma-bir sug'ura boshladi. Har safar u o'tkir ichimlikdan xo'plab qo'yardi. Og'riq aql bovar qilmas darajada edi. Ammo nihoyat u chip joylashgan tishni topdi. O'sha kundan boshlab Zuhriddin qotillarning harakatlarini oldindan biladigan bo'ldi. U o'sha chipdan ularni tuzoqqa tushirish uchun xo'rak sifatida foydalandi va osongina mag'lub etdi. Barcha qotillardan qutulgach, keyingi nishoni Dino Labs laboratoriyasidagi Boburdek bo'ldi. Zuhriddin to'g'ri, o'sha yerga mashina haydab, eshikni buzish uchun tezlikni oshirdi, ammo devorga urilib halokatga uchradi va shu zahoti vafot etdi. Navbatdagi qayta tirilishida u yana urindi. Mashinasini ichkariga qarab tezlatdi. U yerda 10 dan ortiq og'ir qurollangan soqchilar bor edi. Lekin Zuhriddin mashina ichida emasdi. U portlovchi moddalar o'rnatib, xavfsizlik eshiklarini portlatib yuborgandi. Ammo u xavfsizlik rahbari to'satdan yonida paydo bo'lishini kutmagandi va bu urinishi ham zoya ketdi. 3-urinishida Zuhriddin klon qotilini tinchitdi va uning ID kartasi bilan binoga yashirincha kirdi. U eng yuqori qavatga ko'tariladigan liftga chiqdi. Ichkarida esa qurollangan soqchi ID kartasini so'radi. Erkak kartani ishlatdi, ammo ruxsati yo'qligi ma'lum bo'lgach, baquvvat yigit uni shu zahoti tinchitdi. 4-urinishda Zuhriddin liftga kiriboq soqchini otdi. Eshiklar ochilganda esa qurol o'qtalgan bir guruh soqchilar turardi. Zuhriddin darhol o'zini tinchitib, barchani hayratda qoldirdi. 5-urinishda u yana soqchini otdi-yu, liftdagi kamerani payqadi. Tashqaridagilar uni nima uchun kutib turishganiga hayron bo'lmasa ham bo'lar ekan. 6-urinishda Zuhriddin oldindan soqchi qiyofasini olib, kameradan qochishga muvaffaq bo'ldi. Yo'lakka yetganda esa uni qilichboz Guan Yin kutardi. Zuhriddinda qurol, unda esa qilich bor. Bir qarashda kim yutishi aniqdek edi, ammo Guan Yin chaqmoqdek tez edi. O'qlar unga tegmasdi ham. U Zuhriddinning qurolini teng 2ga bo'lib, boshini sapchadek olib tashladi. 152 qayta tirilish. Zuhriddin pulemyot to'pponcha bilan Guan Yinni shiddat bilan o'qqa tutdi. Lekin u yana osongina chap berib, erkakning qornini nishonga oldi va yana boshini olib tashladi. 153 qayta tirilish. Zuhriddin miltiq oldi, lekin baribir o'q tekkiza olmadi va yana boshidan ayrildi. 20 martalik yutqazishdan keyin Zuhriddin o'q otar qurollar Guan Yinni yenga olmasligini tushundi. Unga qilich kerak edi. Shuning uchun u ketma-ket 12 yil jahon chempioni bo'lgan vudanlik qilichbozlik ustasi Doangni topdi va shogirdlikka olishini yolvorib so'radi. U chin dildan so'ragani uchun Doang rozi bo'ldi. Ular mashg'ulotni qo'l bilan, barmoqlarini qilich deb tasavvur qilib boshlashdi. Zuhriddin Doangdan rosa kaltak yerdi. Har kuni mashg'ulot tugagach, u o'zini tinchitib, hammasini boshidan boshlardi. Lekin sekin-asta u qilichbozlikni tushuna boshladi. Tez orada yog'och qilichga o'tdi, lekin baribir kaltaklanishda davom etdi. Shunga qaramay, Zuhriddinning turishi va zarbalari ancha yaxshilandi. 174 qayta tirilishida Zuhriddin Doanga qarshi bir nechta harakat davomida o'zini tuta oldi. Sanog'i yo'q urinishlardan so'ng u nihoyat haqiqiy qilich tushadigan darajaga yetdi va atigi 7 harakatda Doangni mag'lub etdi. Zuhriddin ustoziga minnatdorchilik bildirib, Dino Labs binosiga qaytdi. U yerda yana Gin bilan yuzma-yuz keldi. Zuhriddin xotirjamlik bilan qurolini tashlab, devordagi qilichni oldi. Gin shiddat bilan hujum qildi, ammo Zuhriddin endi tog'dek mustahkam turdi va 2 harakat bilan uning sochidan bir tutam kesib oldi. Keyin erkak chap qo'lini orqasiga yashirib, faqat o'ng qo'li bilan jang qildi. Bu safar Ginning imkoniyati yo'q edi. Zuhriddinning tig'i qayta-qayta tomog'iga yaqinlashdi va nihoyat u Ginni yiqitdi. Keyin jangga usta bo'lmagan oq sochli chol, polkovnik Boburbek paydo bo'ldi. Zuhriddin uni tezda bo'ysundirdi. Azob chekayotgan Boburbek Zuhriddin nima uchun bir kun ichida bunchalik kuchli bo'lib ketganini tushundi. Bunga sabab uning sobiq ayoli Azizaxon bo'lib, u o'limidan oldin laboratoriyadagi cheksiz qayta ishga tushirish mashinasini ishga tushirgan edi. Boburbek undan dunyoni boshqarishda foydalanmoqchi edi. Ammo Azizaxon uni to'xtatish uchun Zuhriddinni tajriba quyonchasiga aylantirdi.
Yovuzlarcha iljaygan Boburbek yana bir sirni ochdi. O'g'ling Safarniyozni o'ldirishga ham odam yuborganman. Uni qutqarishga allaqachon kech bo'lgan, dedi u. Zuhriddin sarosimada Boburbekning ishini bitirdi. Keyin mashinaga minib Safarniyozni qutqarishga shoshildi. Ammo kech qolgandi. U o'g'lining jonsiz tanasini topdi. Zuhriddin son sanoqsiz urinishlarga qaramay, bolasini hech qachon qutqara olmasligini anglab, ruhiy tushkunlikka tushdi. Qanday qilib u ota sifatida bunchalik muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin? Shu payt uzoqda cheksiz qayta ishga tushirish mashinasi haddan tashqari yuklanib portladi va butun shaharni vayron qildi. Lekin qahramonimiz yana qayta tirildi. U tushkunlikka tushdi, chunki har bir kun oxiri najotsizlik bilan tugayotgandi. Bunga faqatgina o'zi aybdor. Shuning uchun u kurashishni to'xtatib, qotil uni tinchitishiga yo'l qo'ydi. 1 marta, 2 marta, 3 marta, yana 1 marta, yana va yana. Ammo bir safar Zuhriddin to'satdan yana o'rnidan turdi. U hamma narsani to'g'rilashni, Azizaxon aytganidek, o'zini qo'lga olishni istadi. Zuhriddin o'g'lini yoniga borib u bilan gaplashdi. O'yinlar o'ynadi. Shirinliklar olib berdi. Shahar portlaganida Zuhriddin kunni qayta boshlab, yana Safarniyoz bilan vaqt o'tkazdi. Shunda u o'g'lini tushunib, ota bo'lishni o'rgandi. Nihoyat bir kuni Safarniyoz unga kutilmagan gapni aytdi. Ertalab unga onasi qo'ng'iroq qilgan ekan. Bu gapdan Zuhriddin ayolining har kuni ertalab tirik bo'lishini bilib qoldi. Keyin Zuhriddin Boburbek va uning odamlarini yo'q qilib, laboratoriyaga shoshildi va xavfsizlik kameralarini ko'zdan kechirdi. U ayolining soat 7:14 da yo'q qilinganini ko'rdi. Zuhriddin har kuni roppa-rosa soat 7 da qayta tirilardi. Demak, ayolini qutqarish uchun 14 daqiqa vaqt bor edi. Navbatdagi qayta tirilishida u vaqt bilan poygalashdi. Vertolyotga minib, laboratoriyaga uchishni buyurdi. U roppa-rosa soat 7:10 da yetib keldi. 7:12 da pulemyot bilan atigi 10 soniyada barcha qotillarni yo'q qildi. 2 daqiqa o'tgach laboratoriyaga bostirib kirib, yo'lni dushmanlardan tozaladi va Boburbek Azizaxonni tinchitishdan oldin Zuhriddin uni otib tashladi. U buni uddaladi va ayolini qutqardi. Ayoli uni mahkam quchoqlab, "Buni uddalashingizni bilardim" deb pichirladi. Ammo dunyo hali butunlay qutqarilmagandi. Mashina tez orada portlashi kerak edi. Azizaxon uni to'xtatishning yagona yo'li kimdir o'zakka kirishi ekanini, ammo bu odam yo'q bo'lib ketishi mumkinligini aytdi. Erkak o'z ayoliga qaradi va o'g'lini o'yladi. U endi oldingidek kuchsiz odam emas. Oilasini himoya qilish uchun hamma narsaga tayyor erkak edi. Va hech ikkilanmay mashina ichiga qadam qo'ydi va uni ko'zni qamashtiruvchi yorug'lik yutib yubordi. Tamom.